Assalomu alaykum everyone. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan yana bir bor xursandman. Bilaman 4 oydan beri umuman video chiqarganim yo'q. Va bugun sizlar bilan eng muhim mavzulardan biri algoritmlar haqida gaplashamiz. Xo'p, algoritmlar bizaga juda ham kerakli narsa. Hozir birinchi o'rinda kichkina algoritmchamiz haqida gaplashamiz. O'zi nima uchun yo'qolib ketdim? AI sohasidan backendga o'tyapman. Backendni o'rganyapman hozirda. Va siz backendchi bo'lasizmi, mobil dasturchi bo'lasizmi, qanaqadir web sohadamisiz? Hattoki dizaynerlarga ham mani fikrimcha algoritm kerak, chunki algoritm bu hayotimiz. Binary search bu haqda hali keyin gaplashamiz. Sizlar bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa bu har bir qator kod bu algoritm deb ataladi. Algoritmlar bizga bir muammoni qanday yo'llar bilan, qanday tezlikda, tez yoki sekin yechayotganimizni aniq ko'rsatib berish uchun xizmat qiladi. To'g'ri, aniq ko'rsata olmaydi. Umumiy shaklda ko'rsatadi. Buni qilayotgan jarayonimizda tushunsalaringiz bo'ladi. Algoritm tarjimasi process of set of rules to be followed in calculations or other problem solving operations, especially by computer. Nimaga ayniqsa kompyuterda deyapti? Chunki bu sizlar algoritm degan tushunchani ko'proq kompyuterda ishlatasizlar. Mana o'zbek tarjimasi. Hisoblarda yoki boshqa muammolarda yechish operatsiyalarida ayniqsa kompyuter tomonidan bajarilishi kerak bo'lgan jarayon yoki qoidalar to'plami. Bir nafasda aytdim. Xo'p, biza o'zi mana bu kitob haqida gaplashyapmiz. Bu Grokking algoritmimiz sizlar uchun eng zo'ri bo'lib biladi. Men 100% kafolat berib bilaman. Nima uchun bu kitob? Ya'ni mana bu kitob nima uchun bizaga eng muhimi? Buni kattaroq qilsak ham bo'ladi. Chunki buni mana Aditya degan apamiz yozgan, adashmasam. Ayol kishim, erkak kishi farqi yo'q. Bizaga oson yo'l bilan tushuntirgan. Ya'ni o'zi algoritmda sizlarga chuqur matematika kerak bo'ladi, nimani nimaga qo'shyapsizlar. Juda ham qiyin kurslar bor, YouTube'da hozir uni sizlarga ham ko'rsataman. Lekin mana qanday kurslar va kitoblardan foydalansa bo'ladi. Bu birinchisi, sizlarga maslahat beraman. Umuman zerikmaysizlar ham. Bu ingliz tilida, lekin sizlar menimcha ingliz tilida buni tushunib bilasizlar. Chunki bu ichidagi qo'llanma juda ham oddiy ingliz tilida yozilgan. Ya'ni men ham ja ingliz emasman, lekin tushunsa bo'ladigan qilib yozgan. Ja bo'lmasa hozir AI'lar bor, translate qilib beradi, kitobda muammo emas. Ikkinchi sizlarga maslahat beradiganim 42 uz. Azimjon aka hozirgi kunda top dasturchilardan biri desa bo'ladi. Ya'ni ommaga chiqayotgan top dasturchilardan biri. Va Express algoritm degan kurslari bor. Meni o'zim shaxsan sotib olganman. Ikkovini ham ya'ni ham kitobni o'qiyapman, o'qib bo'ldim deyish xato bo'ladi. Ham algoritm degan kursda yechyapman. Hozir sizlarga birdan ko'rsataman. Shu ilova deb hozir kompyuterim qotib qoldi va men videoni ikkinchi marta yozyapman. Mayli. Xo'p, 42 uz buni chiqib turamiz. 42 uz deganiga kiramiz. Mana kurslar. Xo'p, mana Express algoritm degan kurslari bor. 75 ta dars, 25% yechib bo'lman. Bu yerda juda ham yaxshi narsalar tushuntirilgan. Misol uchun bitta mavzu, mana array va string degan mavzuni ko'rib bo'ldingizmi? Birdaniga mana arrayga oid masalalarga o'tsangiz bo'ladi. Keyin mavzulari qanaqadir soatlab emas, sizni asabingizga o'ynamaydi, uni qilib. Mana misol uchun bitta dars 11 minut. Keyingi darsi undan kamroq bo'lishi ham mumkin. 7 minut. Juda ham chiroyli qilib tushuntirib berganlar. Gap bo'lishi mumkin emas bu kursga. Va sizlar yana o'rganishinglar mumkin bo'lgan narsa YouTube albatta. YouTube'ga kirasizlar. Bu yerda endi ko'proq ingliz tili kerak bo'ladi. Algorithms course desak bo'ladi. Birinchi hindaga chiqib keladi. Yo'q, hind emas ekan. Algoritm va data strukturalari. Mana bu biratam juda yaxshi tushuntirganlar. Ovozlarni eshitish sal nima.
va juda ko'p hozirda algoritmni tushuntirib beradiganlar, chunki o'zi algoritm eng muhim narsalardan biri bo'lib qoldi dasturlashda. Boshlovchilar uchun eng qulayi Grokking algoritms, o'sha Aditya degan manimcha ayol kishi yozganlar. Sizga qanday foydalari bor algoritmik masala yechishda? Buni pastda yozganman va sizlar qayerdan masala yechsalaringiz bo'ladi o'zi. Kelinglar birinchi shuni ko'ramiz, qayerdan masala yechsalaringiz bo'ladi. Misol uchun mana harakatda qilib bo'lmaykan. Leetcode degan bor. Leetcode'ni ko'pchilik pullik deydi. Leetcode pullik emas. Leetcode'da bemalol kirib ishlasalaringiz bo'ladi. Leetcode'ni ayrim masalalari pullik. Ya'ni sizlarga shunaqa masalalar beradi, ular pullik, lekin mana bular pullik emas. Ikkinchisi HackerRank degan. Bu ham pullikmi bilmayman, ishlatib ko'rmaganman, lekin hozir qidirganimda, sizlar uchun qidirganimda chiqdi. Va Express emas, bu yerda Arena, hozir buni boshqa rasmda qo'yib qo'yaman. Buni ham ko'rib ketsak bo'ladi. 49 ga kirasizlar. Xo'p, Arena degan joyi bor. Mana o'zim ham yechganman. Nimaga sizlarga aytyapman, bu qanaqadir maqtash emas. O'zbekistondagi men bilgan o'zbek tilidagi eng yaxshi algoritmik sahifa. O'zim backend o'rganyapman. O'zim ham shunaqa qilish niyatim bor. Backendda aynan shu uchun o'rganyapman. Hozir kodlarga ham qaytamiz. Xo'p, endi mana shu 3 ta saytdan bemalol yechsalaringiz bo'ladi masalalarni. Sizlarga qanday foydalari bor o'zi buni? Sizlar yechyapsizlar, bitta masalan 3 ta soatlab o'tiryapsizlar, chunki bu algoritm. Sizlar oddiy easy deb aytilgan masalani ham 2-3 soat vaqt sarflashlaringiz mumkin. Sizlarga qanaqa nimasi bor? Foydasi bor. 300 ta muammo yechsalaringiz, albatta hammasi easy bo'lmasligi kerak. 100 ta easy, 100 ta medium, 100 ta hard, bu juda top. Misol uchun, bunday qilsalaringiz bo'ladi, 150 ta easy, 50 ta hard, 200 ta yoki 100 ta medium yetsalaringiz, uje Amazon sizlarga yozadi. Agar Amazon yozmagan taqdirda ham sizlar Amazondan pastdagi minglab kompaniyalarga uje sizlar tayyorsizlar degan. Nimaga Amazon yoz deb men ishonch bilan aytyapman, chunki 2-3 ta dasturchilarning YouTube'ini ko'ryapman. 300 ta algoritm yechib chiqdim, 6 oy vaqtim ketdi, Amazon yozdi, shunaqa deb har 3 ta dasturchidan ikkitasi shunaqa kompaniyalarni o'zi menga murojaat qilyapti deb aytyapti. Shuning uchun men ham sizlarga aytyapman. Xo'p, endi sizlar bilan ozgina kitob ichi haqida gaplashsak, Binary Search kitobining ichi. What you need to know this deyapti. Ya'ni sizlar qaysi x sonni 2 ga ko'paytirsa necha chiqadi? Misol uchun 5 beryapti. 5 kare 2 10. Bo'ldi, shu kerak sizlarga. Shunaqa oddiy basic matematikani sizlardan talab qilyapti kitobda. Va sizlarga binary search haqida gaplashishga o'tamiz. Binary search nima? Simple search bor, binary search bor, yana 1-2 ming xillab searchlar bor. Ya'ni searchlashda har xil turi bor, ya'ni qidirishda. Binary search afzalligi, tezligini sizlarga ko'rsataman hozir. Log n da ishlaydi bu. Misol uchun mana sizlarda simple search bor, ha? Simple search bor. 100 ta item bo'lsa, sizlarda list bor, ichida 100 ta item bor, ya'ni qiymat bor. Sizlar 100 marta o'ylashlaringiz kerak qaysidir qiymatga yetib olish uchun. Va shu narsa sizlarda 4 million marta deylik. Bu yerda 4 million emas, yuzlar, minglar, million, milliard. 4 milliard marta bo'lsa, 4 milliard marta o'ylashlaringiz kerak. Binary search qanaqa? Sizlarda 100 ta qiymat bo'lsa, 7 martagina o'ylaysizlar. 4 milliardta qiymat bo'lsa, atigi 32 martagina o'ylaysizlar. Ya'ni bu juda tez degani. Bu O log n da ishlaydi, bu O n da ishlaydi. Big O notation. Bu Big O degani algoritm tezligini o'lchab beradigan bizga uskuna desak ham bo'ladi. O n degani n qancha katta bo'lsa, ya'ni linear time bu, n qancha katta bo'lsa, shuncha ishlaydi. Ya'ni n qiymat 10 ta bo'lsa, 10 ta o'rmatda harakat qiladi, n qiymat 10 milliard marta bo'lsa, 10 milliard marta harakat qiladi. Binary search qanaqa? Binary search o'sha n oladi-da, logni ichiga tiqib yuboradi, ya'ni logaritmni ichiga tiqib yuboradi. Ya'ni 100 ta qiymat bo'lsa 7 marta o'ylaydi. 4 milliard ta qiymat bo'lsa, atigi 32 marta o'ylaydi. Bu fantastika. Ja, fantastika emas, bu algoritm deyiladi. Kitobning foydali taraflari, bunda mana bunaqa kodlari ham berilgan. Kodlarda bir ikkita kamchiliklari bor, chunki bu birinchi versiyasi. Ikkinchi versiyasi menda ham yo'q, shart emas ikkinchi versiyasi, shuni o'zini ishlasak ham bo'ladi.
Xo'p, kelaylik binary search haqida gaplashamiz. Nimaga bunday sekin? Misol uchun, yigit va qiz bor. Qiz bitta son o'yladi deylik. Misol uchun 99. Yigit so'rayapti, 1 mi deyapti. Juda kichkina deyapti qiz. 2 deyapti, juda kichkina. Xo'p. Qiz aytyapti, yigit aytyapti, 7 mi deyapti, juda kichkina. 50 mi, juda kichkina. 75 mi, juda katta bo'lib ketdi. Ko'ryapsizlarmi? Bu oddiy search, simple search shunaqa bo'ladi. Binary search qanaqa ishlaydi? Binary search misol uchun 50 deylik, 100 ta qiymat bo'lsa, binary search o'rtasini oladi, mediumni oladi. Medium manimcha. Inglizchada aytaman. 50 deydi. Juda kichkina deydi. 50 gacha bo'lgan sonni olib tashlaydi. Endi 50 bilan 100 ni o'rtasidagi son nechi? 75. 75 mi deydi. Misol uchun qiz 90 ni o'ylagan bo'lsa aytadi, yo'q, juda kichkina deydi. Keyin misol uchun 80 nachidir deydi, juda kichkina deydi. Shunday qilib etapma-etap qiz o'ylagan songacha, ya'ni mijoz o'ylagan songacha boradi. Ya'ni bu search qiladi. Xo'p, kitob juda ham chiroyli va bunda sizlarga kerakli bo'lgan mavzularni bir ko'rib ketaylik. Xo'p, mavzulari bizda Introduction to Algorithm, algoritmlarga kirish, bu yerda binary searchni o'rgatgan, qanday qilib biza o'lchashimizni o'rgatgan, sortlashni o'rgatgan. Birinchi bu oddiy sortlashdan boshlagan, selection sort, bu ham normalniy tez ishlaydi, ya'ni normal tez ishlaygan. Rekursiyani o'rgatgan, quick sort bu tez ishlaydigan sortlardan biri. Hash table. Hash table'ni o'rgansalaringiz, algoritmik masalalarni 10% ni yechdim deb hisoblayveringlar, chunki hash table'da ko'pincha murakkab algoritmlar yechiladi. Hash table juda kerakli narsa. Bu yerda yana ko'p narsalar o'rgatgan, greedy algorithms, qanaqadir anaqa daraxtlik algoritms bor. Hammasini maydalab tushuntirib bergan. Keyin nearest neighborhood bor, neighbors bor. Bu ham juda ham bu AI'da ishlayotgan paytlarim ham juda ham zo'r kerak bo'lardi. Va shunday qilib bu kitobni birinchi versiyasi bu. Buni ikkinchisi ham chiqqan hozir. Menda faqat birinchisi bor. Sizlarga buni Telegram kanalimga tashlayman. Telegram kanalim ana shu yerda shunday chiqdi hozir sizlarga. Azamat blog degan yangi Telegram kanal ochdim. Kanal bu. Avval gruppam bor edi, bilsalaringiz, hozir ham gruppam bor. Savollaringiz bo'lsa, bemalol berishinglar mumkin. Xo'p, kelaylik sizlar bilan kod yozib ko'ramiz. Binary search buni yozib qo'ygandim, lekin sizlar bilan boshqatdan yozib ko'ramiz. Deylik, menda bitta listim bor. Listimda elementlar bor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta element bor. 10-chisini ham yozib qo'yaylik. Va buni indekslaganimizda 0 dan 9 gacha bo'ladi. Buni bilasizlar, menimcha. Xo'p, simple search qanaqa qiladi? Misol uchun bizda qiymat bor deylik. Qiymat teng misol uchun 7 ga. Shuni inputdan olaylik. Input misol uchun qiymatni yozing. Xo'p, input xato yozdim shekilli. Input, buni integer qilib olamiz, ya'ni bizga kelayotgan qiymat integer shaklda bo'lishi kerak. For aylanamiz har bir list ichidan. Range len my list va birinchi o'rinda print ni chiqarib ko'ramiz. Qani bizda nima qiymat kelyapti? Xo'p, bu hozircha shart emas bizga. Mana 0 dan 9 gacha bo'lgan elementimiz keldi. Ya'ni indekslar keldi. 0, 1, 2, 3 indekslar. Endi men qidiraman. If agar my listimdagi elementni inch elementim teng bo'lsa qiymatga, print o'sha meni my listimni inchisini chiqarib ber deyman. Ya'ni o'sha qiymatni o'zini chiqarib ber deyman. Hop, conda okey. Sal qotyapti, no mayli. 1 desam 1 ni chiqarib berdi. Xo'p, 9 desamchi? 9 desam 9 ni chiqarib berdi. Endi menga buni ishlayotgani kerak. Menga print ni chiqarib bersin, hamma i'larni chiqarsin va farqlashimiz uchun topilgan qiymat to'qqiz. Mana topilgan qiymat.
Keyin yana bir marta tekshirib ko'ryapti. Shuni break qilib qo'yamiz. 9. Mana 9 gacha qidiradi. Mana 8 tasini 8 ta qiymat tasavvur qilib ko'ringlar. Endi bu 1 milliard bo'lishi mumkin. 1 milliardta narsa tushib kelyapti degan 9 topyapti. Endi buni tushundingizlar, bu simple search. Xuddi shu narsani biza nimada yozib ko'ramiz? Binary search yozib ko'ramiz. Binary searchda bizaga nima kerak? Qiymat kerak bo'ladi. Low degan qiymat kerak bo'ladi va high degan qiymat kerak bo'ladi. High qiymatimiz o'sha uzunligini, listimizning uzunligini -1 bo'ladi. Ya'ni bu indeks bo'yicha olsa, -1 bizaga to'g'ri keladi. Xo'p, bizda high bor, low bor, qiymat bor, yana bizaga o'rtasi kerak bo'ladi. O'rtasi nima bo'ladi? Integer deymiz. Low'da qo'shilganini, hop, integer yana bir marta ichidan nima ochamiz? Low qo'shilgan high bo'lingan 2. Ya'ni 2 ovni qo'shib 2 ga bo'lsam, o'rta qiymatini oladi. Nimaga integer qildim? Ba'zi payt mana bunda son to'q bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zi 9 ta kelyapti, menimcha 0 dan bo'lsa, o'sha payti bizaga yaxshiroq bo'ladi xullas. Endi bizada taxminimiz bo'lishi kerak. Adashmasam, hozir bu yerda bitta ko'rib olaylik. Xo'p, right elementimiz medium 2 ovni bo'lingani, ya'ni mana bunday qilib qo'ysak ham bo'ladi. Lekin men integer qilishni xohladim. Hop, bizada midimiz bor. Buni while bilan yozsa ham bo'ladi. Biza for bilan yozamiz, uni ahamiyati yo'q. For while no. Mid qiymatimiz bor. Xo'p. Biza nima qilishimiz kerak? Middle qiymatimiz bor. Agar array'imizda, ya'ni mana bu kelayotgan qiymatimizda o'rta elementi targetga teng bo'lsa, ya'ni kelayotgan qiymatga teng bo'lsa, shuni o'zini qaytarib qo'yamiz. Agar, ya'ni bizning taxminimiz u bilan to'g'ri chiqsa, bo'ldi. My listimizdagi elementni o'rta qiymati teng bo'lsa targetga, ya'ni qiymatga, kelayotgan qiymatga print shuni def ochib def endi sal anavi binary search, ya'ni biz o'sha algoritm yozamiz. Algoritm ko'pincha nimada yoziladi? Taxmin, yo'q, taxmin emas, qiymat. Algoritmlar ko'pincha emas, har doim funksiyani ichida yoziladi, chunki bizda tekshirib olishimiz qulay bo'ladi. Shunda bu yerga return yozsak bo'ladi. Return agar mana bu i kerak bo'lmasa, pastki chiziqcha yozsak ham bo'lardi. Eslaringizda bo'lsa agar, return deymiz, o'sha middle qiymatni. Ya'ni o'rta qiymatni o'zini qaytaraveramiz. Xuddi shu yerda shunday yozilgan. Aks holda desak ham bo'ladi yoki yana bir marta if ishlatsak bo'ladi. Aks holda mana listimdagi, ya'ni bu yerda man listim emas, endi bu yerda array. Chunki biz funksiya yozyapmiz. Array yimni o'rta qiymati teng kichik bo'lsa, middle ga 1 qo'shib qo'yamiz. Ya'ni nima qilyapti? Mana bu yerda edi elementim, shuni bitta bu yoqqa surib qo'yapti. Ya'ni o'rta qiymatimni hozir bu yerda mana bu chap tarafdan bitta qo'shib qo'yapti. Ya'ni mana bu yerda edi, misol uchun o'rta qiymat sher deylik. Chap tarafdan bitta qo'shsa bunga o'tib qoldi. Keyin agar yana pastroq desa, shunday qilib yarmini, xullas tushunyapsizlar, mana yarmi bo'lsa, yarmini o'rtasiga o'tib qoladi. Xuddi shunaqa narsa ishlayapti bizada. Xo'p, nimadan kichkina bo'lishi kerak? Qiymatimizdan kichkina bo'lishi kerak. Qiymatimizdan kichkina bo'lsa, left tarafda, ya'ni bu yerda chap o'ng degan ekan. Chap taraf 0 ga teng, o'ng taraf shunga teng. Biz chap tarafni low deb olganmiz. Low teng qiymat, yo'q, qiymat emas. Middle qo'shamiz 1. Xuddi shu narsa ham bu yerda ishlayapti. Endi mana bu qiymatlarni funksiyani ichiga o'tkazib qo'yamiz.
funksiyani ichiga o'tkazib qo'yamiz. Hop, funksiyani ichiga o'tkazib qo'ydik. Aks holda deymiz. Aks holda bitta ayer deymiz. Shuni o'zini yozib qo'ysak ham bo'ladi. Hop, aks holda highdan, ya'ni o'ng tarafidan bitta ayer deymiz. Hop, bo'ldi. Return bizda return shart emas, chunki return mana bu yerda qaytyapti. Bu yerga none qo'yamiz, agar qiymat topa olmasa none qo'yamiz. Hop, mylist'ni olib kelamiz bu yoqqa. Tak, mylist emas, bu yerda array. Endi print deymiz. Binary search. Bizda binary searchga ikkita qiymat beramiz. Mylist'im bilan qiymatni beramiz. Qiymatni bu yerda yozib qo'yamiz. Qiymat teng integer input. Misol uchun yozing. Erini yozing deymiz. Bo'ldi. Xo'p, endi bizada hozir bu yerda biza 5 topmoqchi biza. Agar 5 desam 4 kelishi kerak. Yozing nima u? Yozing qiymat. Mana bu yerda biza qiymatni berib ketgandik. Bu shart emas endi bizaga. Prosta yozing 5 bo'lsa 4. Xo'p, sizlar bilan boyna yozganimiz umuman o'xshamadi. Mana bu umuman funksiya qotib qoldi. Meni notebook'im o'zi qotib qoldi. Xo'p, sizlar bilan boshqatdan funksiyasiz oddiyroq qilib yozishga harakat qilamiz. Misol uchun 1 3 5 7 9 12 degan elementlar bor. Aytgancha binary searchda elementlar sortlangan bo'ladi. Sortlanmasa bunaqa tekshira olmaysizlar. Target degan elementimiz bo'lsin, misol uchun 12. Left deganimiz bo'ladi. Bo'yna low high dedim. Uni ham farqi yo'q. Prosta left desa qanaydir qulay ekan. Right ga biza polni uzunligidan ayrilgan 1 deb beramiz. Chunki bu indeks bo'yicha olganda -1 kerak bo'ladi bizga. For pastki chiziqcha range len array. Hop, mana bu yerda. Nimaga bunaqa pastki chiziqcha? Chunki bu chiroyli kod degani. Bilmadim nimaga chiroyli. Biza shunaqa yozishimiz kerak. Agar i kerak bo'lmasa bizaga, i yoki item kerak bo'lmasa, pastki chiziqchani yozsak bo'ladi. Hop, left tomoni qo'shilgan right ga, ya'ni o'ng va chap qo'shilganini bo'lamiz 2 ga va tekshiramiz. Shunchaki tekshiramiz. Agar arrayda o'rta elementi teng bo'lsa targetga print topildi 2 nuqta mid va break. Shuni yozyapman, bo'yna ishlamadi. Hozir yana bir marta yozib ko'ramiz. Agar ishlamasa bu ham bu ishlaydi, chunki men o'zimni GitHub'imdan qarab hozir GitHub'dan tekshirdim nima xatoligini. Xatoni topolmadim-u. Lekin hozir harakat qilamiz. Endi left tarafga midni qo'shamiz 1 ni, ya'ni o'rta qiymatiga middle'ni qo'shamiz. Ya'ni middle'ga leftga o'rta qiymatini qo'shamiz. Aks holda bo'lsa o'ng tarafdan bitta ayiramiz. Hop, aks holda o'ng tarafdan birda ayiramiz. Endi buni sinab ko'rsak bo'ladi. Misol uchun 12 bo'lsa bizga hozir 5 ta chiqishi kerak. 5 chiqdi. 1 ni o'zini yozib ko'ramiz. 0 chiqdi. Ya'ni indeksini qaytaryapti bu. Mana ko'ryapsizlar, juda tez topyapti va biz topganini bu yerda chiqarib ko'rsak bo'ladi. Print misol uchun qidirmoqda desak ham bo'ladi. Nechta qidirganini topsak bo'ladi. Misol uchun qidirmoqda 2 marta qidirdi. Ya'ni 1 marta aylanib chiqdi, yana 1 marta aylanib chiqdi. Endi 12 ni yozib ko'ramiz. Qani necha marta qidirar ekan?
12 uchun 1 2 3 marta qidirib ko'rdi. 12 uchun 3 marta qidirdi. Bizda oddiy nimamiz 5 marta qidirish kerak bo'lardi. Endi bu yerda kichkina narsada farq uncha bilinmaydi. Kattaroq narsa yozishimiz kerak. U uchun misol uchun kelinglar kattaroq narsa olib ko'ramiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 va hokazo. 16 ta elementimiz bu. Biz 16 ni topmoqchimiz. Qani necha marta qidirar ekan? 16 uchun 1 2 3 4 5 marta guess qilib ko'rdi. 16 uchun 5 marta guess qilib ko'rdi. Xo'p, bu qancha son katta bo'lsa, shuncha kichrayib ketaveradi. Ya'ni uncha kichraymaydi-yu. Bizda hozir kichkina sonda bilinmaydi. Lekin shunda ham simple search da qidirsak, bu yerda simple search ham yozib ko'rsatgandim. Unda 16 marta tekshirishimizga to'g'ri kelardi. Xullas, binary search shunaqa gaplar. Xo'p, sizlar bilan darsimiz shu joyda yakuniga yetdi. Keyingi darslarda albatta bundan da qiziqarliroq mavzular bo'ladi. Sizlar kommentga yozinglar, nima mavzu, nima qiziq sizlarga. Albatta mana bu Telegram kanalga endi ko'proq post yozishga harakat qilaman. Va men o'zim bilasizlar, ishga kirmaganman. Ishga kirish jarayonimni endi sizlarga ko'rsatib boraman. Aprelga deylik, aprelgacha ishga kiraman, nasib bo'lsa. O'zimga shunaqa niyat qo'yganman va ishga kirish jarayoni, ishda nimalar so'rayapti, qanaqa narsalarni o'rganish kerak va Pythonda sizlar bilishinglar kerak bo'lgan narsalar ko'p. Advanced Python bor, oddiy Python bor. Advanced Pythonda ko'p savollar tushadi intervyuda. O'shalar haqida post yozaman kanalimda va gruppamiz ham albatta turadi. Gruppamga savol-javob savollaringiz bo'lsa bemalol yozsalaringiz bo'ladi. Sizlar bilan ko'rishguncha, xayr, sog' va salomat bo'linglar.